Hayotingizda tushkunlikka tushib, nega menda bunaqa, boshqalarda bunaqa, men shuncha narsaga boshqalarga o'xshab erishmadim, hayotim boshqalarnikiga nisbatan unaqa emas deb hech tushkunlikka tushganmisiz? Tan olaylik, hammamizda shunaqa narsalar bo'lib turadi. Masalan, kimgadir qaraymiz. Men hozir 42 yoshdaman va 42 yoshimda boshqa odamlarga nisbatan, boshqa odamlarga qaraganimda, ular ko'proq narsaga erishgan bo'lsa, bu hasad emas, yo'q. O'zimdan o'zim xafa bo'lib ketib, men nimaga erishdim, nega men u ham shu yoshda, lekin men bunaqa darajada, lekin u balandroq darajada degan o'ylar bilan ozgina o'zingiz xafa qilasiz. Lekin bir mashq o'ylab topdim, kelinglar birga qilamiz o'sha narsani. Avvalambor solishtirish eng yomon narsa, eng o'zingizni depressiyaga soladigan narsa bu solishtirish hisoblanadi. Masalan, nega meni o'tim unaqa emas, nega meni hayotim unaqa emas, nega meni mashinam yo'q, nega meni unaqa boshqa odamlarda shu yoshda shu narsa ko'p u degan solishtirishdan hamma mana shu depressiyaga o'zinglarni tushirib yuborasizlar. Lekin bir o'ylab ko'ringlar, shu yoshingizgacha mayli o'sha odamga o'xshab narsaga erishmagandirsizlar, lekin shu yoshingizgacha bir nima erishgandirsizlar. O'sha narsani men hozir o'z hayotimdan sizlarga bo'lishib, o'zimni nastroyeniyamni balki ko'tarmoqchiman. Ketdik. Ziyoli oilaning farzandiman. Ya'ni meni rahmatli otam Adam zamministr bo'lib ishlaganlar sester paytida. Bu, конечно, Adam zaslугалari. Va onam meni o'sha paytda bitirishib eng qiyin bo'lgan insondan bittasini bitirgan o'qimishli odamlar. Ular ya'ni bilishlik uchun fizika, ximiya, matematika, har gal o'qishimda qanaqadir savolim bo'lsa matematikadan, ayniqsa meni algebra, geometriyaga mehr uyg'otgan meni onam bo'ladilar. Shu oilada tug'ilganim uchun shukr qilaman. Chunki shu darajaga yetishimni ota-onam meni qo'llab-quvvatlab menga ishonishganligidandir deb bilaman. Keyingisi 16 yoshimda institutga kirdim. Jahon tillar universitetida 16 yoshli qiz, u paytda tushunishlik uchun studentlar 17-18 mana shunaqa yoshda kirardi u payt, va 20 yoshimda bakalavr diplomini a'lo baholar bilan oldim. Va magistraturani 22 yoshimda bitirdim. Ya'ni ikkita diplomim bor, bakalavr va magistratura. Magistraturada ham dissertatsiyamni yozib, juda yaxshi baholar bilan yakunladim. Bu bir. O'zimni soham bilan birinchi ishlagan ishim bu Kabmin bo'ldi, kabinet ministrov. Tushunishlik uchun bu prezident qo'l ostidagi учреждение hisoblanadi va meni rolim o'tda naучные исследования topshirishardi. Masalan, har xil Nobel laureatiga pretenziya qilingan naучные исследованияlarni men o'tirib tarjima qilardim. Va o'sha paytda chetdan kelgan mehmonlarni ministr bilan o'tirib qulog'iga tarjima qilib beradigan odam edim. Tushunishlik uchun kim bu narsa bilan shug'ullangan bo'lsa, tarjimonni напряжениясini parashyutdan sakrayotgan odamga o'xshatishadi. O'tdan ketib O'zbekistondagi, Toshkentdagi eng qimmat bo'lgan logistikaga kirdim, DHL ga. Bu globalniy kompaniya va o'tda 1 yildan oshiqchami ishladim. Keyingisi esa o'zim havas qilgan til chiqib kelgan joyga va aksentini, masalan, anglichanlarning aksenti bilan amerikanlarning aksentini hech ahamiyat berganmisizlar? Anglichanlarniki bo'lay posh, bo'lay такой solidniyroq eshitiladi, такой королевский eshitiladi. Har doim havas qilardim. O'sha davlatda yashayman deb hech xayolimga kelmagan edi. Shu davlatga keldim 2008-yilda va ishonasizlarmi, cho'ntagimda faqat 100 yevro bilan bir 15 funt bor edi. Uni ham bo'lsa, onam cho'ntagingda pul bo'lsin deb menga opamning oldiga ketayotgan bo'lsam ham, o'zing bilan o'zing hatta ba'zigina pul bo'lsin deb berib pullar edi. Noldan boshladim. Bitta nima ish qilmadim, ya'ni unaqa seriozniy ishlardan boshlamagan bo'lsam ham, lekin bu vizaga bog'liq edi. Studentskiy viza bilan keldim. Studentskiy tushunishlik uchun biznes sohasi bo'yicha 3 yil o'qidim. Shekspir degan kollej bor edi. Hozir bilmayman, ochiqmi hali ham yo'qmi. Men kelgan paytimda Shekspir degan kollej bo'lardi. O'sha kollejda 3 yil o'qidim va undan keyin rabochiy vizaga harakat boshladim. Uning ichida ko'p seriozniy kompaniyalar studentskiy viza yo viza almashtirish jarayonida bo'lsangiz, ko'pchilik kompaniyalar sizni ishga olmaydi. Shun borasida men где-то shu vizalarim orasida yo Starbucksda ishladim, yo pubda ishladim, yo kafeda ishladim. Xullas, o'zimni o'zim boqib, uydagilarga ham yordam berishga harakat qildim. Allohning izni bilan O'zbekistondagi ishlagan opitim DHL kompaniyasi mana bu joyda, Angliyada DHL Global, ya'ni bu oddiy xat yoki kichkina posilka emas, bu konteyner, bu anaqa katta tonna отправкали logistika kompaniyasiga kirdim. O'tda meni
6 oy sharti bilan 6 oylik kontraktga olishdi. Chunki har 6 oy men viza topshirardim. 6 oyda vizamni javobi kelardi. O'sha javobiga qarab, yo dalish davom ettirishga kerak edi, yo men yana qaytadan viza topshirishimga to'g'ri kelardi. Va men 5 yil ichida har 6 oy tasavvur qilinglar, har 6 oy menga отказ kelardi. Har 6 oy men noldan boshlashimga to'g'ri kelardi. Nol. Ya'ni bu yana depressiya, yana xayolingizda O'zbekistonga qaytib ketamanmi, O'zbekistonda nima qilaman, bu yerda hayotimni qurdim, bu yerda hamma narsamni tashlab ketamanmi degan o'ylar bilan depressiyaga har 6 oy tushardim. Va nihoyat 5-yilimda 2014-yilda menga полный viza keldi. Va mana DHL Global kompaniyasi, bu nemetskiy masshtabni butun dunyoda почти hamma joyda bor kompaniya meni полный kontraktga oldi. Endi o'ylab ko'ringlar, men agar o'zimni ko'rsatmaganimda, agar shunchalik menejerlarimga yoqmaganimda, meni qaytib har 6 oy zarbilmi ularga. Ya'ni bu meni ish kulturamni, anaqamni, ustойчивligimni ko'rsata bila olganim uchun, shuning uchun ishga olishardi. Va buni mana hozir chet elda yashab yurganlar biladi. Chet elga kelib bu narsaga erishmoqchi bo'lgan odamlar, bu yerda tug'ilganlar, bu yerda tug'ilib o'sgan anglichanlar, korенной anglichanlarga nisbatan 2 baravar o'zini ko'rsatish kerak ko'proq. Chunki 2 baravar mana shu должностьga men достойныйman deb 2 baravar ko'proq userniyroq ishlasangiz, o'shandagina o'zingizni ko'rsata olasiz. Bu degani mashaqqatli ish degani. Va meni DHLda bo'lgan vaqtim 11 yil o'tdi. 11 yil ichida men qanaqa kontraktlarni bajarmadim. Oxirgi eng katta va eng mashhur meni proyektim va men mag'rurlanadigan proyektimdan biri bu Rolls-Royce kompaniyasidagi Rolls-Royce mashinalarini perevozkasi bo'ldi. Bu 3-yil bo'yicha 500 million turadigan bir yangi modelda yangi mashinalarni butun dunyoga jo'natish. Qo'limda 3 ta odam ishladi va menda har hafta biz sabraniya qilardik. Bu degani men ularni menejeri, direktor bilan birma-bir o'tirib bitta xonada переговор olib borib, problemalarni hal qilib, pulni qatga qanaqa u bilishlik uchun logistikada har xil narsa bo'ladi. Mashina qirilib borishi mumkin, kech borishi mumkin, qaysidir boyvachcha zakaz qilganni vaqtida yetib bormasligi mumkin. Shu narsalarning ichida men 18 oylik shu kontraktni boshqardim. Bu narsa men o'zbek ayoli uchun, men uchun, balki kimgadir bu erishish emasdirki, lekin men uchun bu mag'rurlanishga arziydigan yutuqdir. Erishgan narsamdir. Uni orasida buni ham aytib o'tishim kerak. Turmushga chiqdim. Bu qanaqadir erishilgan narsa emas, lekin shuni qo'shib o'tmoqchiman va farzandli bo'ldim. Alloh izni bilan sog'-salomat kichkina qizaloq Sofiyani bag'rimga bosdim. Hozir esa men eng prestijli Oxford institutini logistika отделida logist bo'lib eksport qiladigan odamman hozir va u yerda уже yanvardan beri ishlayman. Va har bir kompaniyada menejerlar birinchi haftasida otsev beradi va birinchi haftamdagi otsevim meni juda ham maqtashdi va 6 oylik o'tiladigan probation deydi, испытательный срокni men 3 oyda tugatdim. Kimdir balki hayotida tadbirkordir, kimdir balki biznesmendir, kimdir yana nimadir sizdan yaxshiroq qilardir balki. Lekin hech unutmangki, orqaga qarab nima ish qilganingizni, nimaga erishganingizni o'ylab o'zingizgina erkalang. O'zingizga ayting, молодец, shuncha narsani erishding, ko'plar erishding, seni hayotingni ko'plar havas qiladi, seni hayotingni ko'plar yashagisi keladi deb o'zingizlarni tinchlantiringlar. Hech qachon eng yomon narsa bu bir-birimizni solishtirishimiz. Hammani o'zini hayoti, hammani Alloh bergan taqdiri, kimdirga balki shu mol dunyoni sinov uchun berar, kimdir u sinovdan yaxshi o'tar. Bu narsani sizlarga aytib berishlarimdan sabab bu balki meni bu mashqim o'zim настроениямni ko'tarib, o'zim samatsangamni ko'tarish uchun qiladigan mashqim balki kimgadir ham foydali bo'lib qolar. Va o'zinglarni hech qachon tushkunlikka tushirmanglar.